Assalomu alaykum do'stlar. Bu Yuruvchi murdalar hikoyasi filmi. Yillar davomida zombilardan yashiringan ayol oxir-oqibat qonxo'r manyakka aylandi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Apokalipsis sodir bo'lganidan so'ng bir necha yil o'tdi. Yuruvchi murdalar butun dunyoni egallab olishgandi. Istalgan bir odam o'lsa yoki-da ular tomonidan tishlansa, albatta ularning qatorini to'ldirar edi. Qolganlar o'z uylarida qolib raqiblari va zombilar bilan kurashar ekan. Jo o'z bunkeriga asos soldi va bir necha yildan beri eski do'sti bilan shu yerda yashab kelmoqda edi. Yozib olingan beyzbol o'yinlarini ko'radigan Jo ba'zida kuchugini aylantirishga olib chiqar. Badan tarbiyani vaqtida qilar, ammo o'z hududidan hech qachon tashqariga chiqa olmasdi. Uning kunlari sug'ur kunidan farq qilmasdi, biroq Jo bundan nolimasdi va kundan kunga o'zini baxtli his qilardi. Tunlardan birida kuchugini kaka qildirishga olib chiqqan Jo bexosdan murdalar qurshoviga tushib qoladi va egasini himoya qilgan it murdalar hujumiga uchrab halok bo'ladi. Tong otgach do'stini dafn qilgan Jo endilikda usiz yashashga majbur bo'ladi. Uning kunlari oldingidek qiziqarli emasdi. Shusiz ham hech kimsiz qolgan Jo qalin do'stining o'limini hazm qila olmaydi. Narsalarda titigan erkak xuddi uniki kabi bunker qurgan ayol bilan yozishgan yozishmalarni o'qib qoladi. Ayol zombi apokalipsisi boshlanmasidan oldin ham bunkerda yashab kelardi. Ular bir-birlari bilan anchagina gaplashishgandi. Bu ular uchun juda qiziqarli edi, sababi ularni bir-birlaridan tashqari hech kim tushunmasdi. Biroq ular bir-birlarini ko'rishmagan edi. Sababi Jo bundan qo'rqardi. Endi esa uni bu yerda ushlab turadigan hech narsa qolmagandi. Yolg'izlikda o'lib ketishni istamagan qariya pinhona muhabbatining oldiga borishga qaror qiladi. Jo ayol unga jo'natgan koordinatlar yordamida safar yo'lini belgilab oladi. U uning hali tirik va uni kutayotganligiga ishonardi. Kerakli anjomlarni olgan Jo mototsiklida yo'lga otlanadi. Yo'l bo'yi uchraydigan vayronkorliklar uni tushkunlikka tushirmaydi, aksincha, yo'lni davom etishga yanada kuch beradi. Biroq birinchi kechadayoq tuzoq o'rnida qo'yilgan mixlarni bosib o'tadi va mototsiklidan ayriladi. Bundan xafa bo'lgan erkak yaqin oradagi uyga borayotganda o'zi ham qopqonga tushadi. Uni qo'lga olgan notanish qiz esa agar unga muammo tug'dirmasa, uni o'ldirmasligini aytadi. Uni uyga olib borib bog'lab qo'ygan qiz qochoqxona evaziga mototsiklni olishini aytadi. Biroq buni istamagan Jo mototsiklida himoya tizimi borligini aytadi. Buni eshitgan qiz esa unga haydovchi bo'lishini iltimos qiladi. Kerakli manzillarga yetib borishgach, har kim o'z yo'lidan ketishi mumkin edi. Qiz ertalab Joga kishan taqadi va yo'lga otlanishadi. Qo'lidan boshqa ish kelmasligini tushungan Jo yo'l bo'yi qizning maksimal darajada jahlini chiqarish uchun eshak ovozi bilan shoshmaqomni kuylab ketadi. Tunda Jo qizga unga ishonish mumkinligini isbotlashga urinadi, ammo qiz hali bunga tayyor emasdi. Uning sumkasini ochgan qiz narsalarni titishni boshlaydi. Bu esa Joga yoqmaydi va qiz uning bloknotini olishi bilan yaxshigina haqoratlab, shaxsiy narsalariga teginmaslikni ta'kidlaydi. Biroq qiz unda muhim narsa yozilgan deb o'ylaydi. Masalan, uning bezori do'stlari haqidagi ma'lumotlarni topmoqchi bo'ladi, biroq buning o'rniga u pinhona sevgisi uchun yozgan ta'sirli she'rlarini topadi. Bundan xafa bo'lgan Jo uxlashga yotadi va qiz uning ustini yopib qo'yadi. Ertasiga yo'lni davom etisharkan kechga yaqin quyosh botishini tomosha qilishadi va qiz tugab bo'lgan dunyoda hali ham go'zallik borligidan xursand bo'ladi. Tunda ularga murdalar hujum qilishadi va birgalikda harakat qilib omon qolishadi. Bu voqeadan so'ng Joga ishonish mumkin deb hisoblagan qiz uni kishanlardan ozod qiladi. Ertasi kuni esa endi qiz rulga o'tiradi va birgalikda lazga kuylab yo'lni davom etishadi. Tunda omborlardan birida to'xtagan juftlik bir qultum pivo ustida bor budlar haqida suhbat qurishadi. Qiz ismi Ivi ekanligini va vegetarian ekanligini aytadi. U erli ayol edi, biroq uning eri g'oyib bo'lgandi. Jo ham oldiga borayotgan ayoliga bo'lgan his-tuyg'ular haqida so'zlarkan, bir tomonga ketishayotgan ekan, unga bunkerni topishda yordam berishini so'raydi. Ivi yordam berishga rozi bo'ladi va qalin do'stlikka ilk qadamlarni qo'yishadi. Biroq tongda rejalari chippakka chiqadi. Ularning mototsiklini kimdir o'g'irlab ketadi va rahmat evaziga echkichani tashlab ketadi. Jo to'pponchani olib o'rning ortidan quvadi, biroq baxtga qarshi qurol o'qlanmagan ekan. Bundan kelib chiqadiki, qiz shuncha kundan beri o'qi yo'q qurol bilan Joni qo'rqitib kelgan ekan. Ular yo'lni piyoda davom ettirisharkan, Jo sodir bo'lgan ko'ngilsizlikda Ivini ayblaydi, sababi agar uni befoyda quroli bilan qo'rqitmaganida allaqachon manziliga yetib borgan bo'lardi.
Ivi esa bunday haqoratlarga chidab tura olmaydi va agar istaganida allaqachon qochib ketishi mumkin bo'lganligini, biroq bunday qilmadi, sababi yolg'iz yashash uning ham joniga tekkanligini aytadi. Shu zayl kechagina opoq-chopoq bo'lgan do'stlar bugun bir-birini yomon ko'rib qolishdi. Yo'lni yolg'iz davom etgan Jo sevgilisining bunkerini topadi va bu qandaydir belgi deb hisoblaydi. Kamera orqali Joni ko'rgan ayol esa murdalar kelmasdan oldin uni ichkariga kirgizadi. Ayol shuncha yil yozishibgina tanigan yaqin do'stini ko'rib turganidan juda xursand bo'ladi. Sandraning qanchalik go'zal ekanligini ko'rgan Jo baxti tovonigacha oqqanligidan juda xursand bo'ladi. Joni oshxonaga olib kelgan Sandra romantik qo'shiq qo'yib, uni shokolad pirogi bilan mehmon qiladi. U Joning uni topa olishini xayoliga ham keltirmaganligini aytadi va atrupatsev qolish uchun xonasiga ketadi. Birozdan so'ng Joning mazasi qochishni boshlaydi, sababi pirogga dori qo'shilgan edi. Joker ko'rinishida qaytgan Sandra esa Joga hujum qiladi. U Jodan nega kelganligini so'raydi. U Jo uning bunkerini tortib olgani kelgan deb hisoblardi. Jo esa buning uchun kelmaganligini aytadi, ammo tomi ketgan Sandra uning gaplariga ishonmaydi. U juda ko'pchilik uning bunkerini tortib olishga uringanligini va kunlardan birida uning oldiga kelgan erkakni o'ldirganligini aytadi. O'shandan beri u unikiga kelgan barcha erkaklarni birin-ketin asfalasofiniga jo'natishni odat qilgandi. Kolleksiya sifatida esa ularning soatlarini yig'ib qo'ygandi. Yolg'izlikdan tomi ketib manyakka aylangan ayol Joning ham soatini o'z kolleksiyasiga qo'shib qo'yadi. U Joni endi o'ldirmoqchi bo'lganida uni Ivi sovg'a qilgan taqinchog'i qutqarib qoladi. Jo ham hujum qilib qochishga urinadi, biroq hali ham dori ta'sirida edi. Ayni damda signalizatsiya ishga tushadi. Ivi uning bunkerini topgandi. Joni ustunga bog'lagan Sandra yana bir qurbonini kutib olishga tayyorlanadi. Yuzidagi grimni o'chirgan ayol tashqariga chiqib Joning shu yerdaligini aytib, Ivini ichkariga taklif qiladi. Sandra uni ham pirog bilan mehmon qiladi, biroq dori hidini sezgan Ivi uni yeyishdan bosh tortadi. U nimadir joyida emasligini tezda tushunadi. Sandraning hujumlarga ustamona chap bergan Ivi tezda Joni qutqarishni boshlaydi. O'zini qo'lga olgan Jo esa oshxona bolg'asi bilan tomi ketiga tushib qolgan manyakni bittada nokaut qiladi. Ular bunkerdan chiqishga urinishayotgan paytda Sandra allaqachon zombiga aylanishga ulguradi. Bir amallab tashqariga chiqqan sheriklar oxiri niyatiga yetgan manyakni bunkeriga qamab qo'yishadi. Jo Ivining uni izlab kelganligidan juda xursand bo'ladi. Ertalab uyg'ongan Ivi yolg'iz ekanligini ko'rib, Jo meni tashlab ketdi deya qo'rqadi. Biroq u shunchaki murdalar bilan jang qilib kelgandi. Ivi bu tugadi degani emasligini aytib, birgalikda butun dunyoni aylanishni taklif qiladi va Jo u bilan birga dunyo kezishga rozi bo'ladi. Shu bilan ko'pchilik orzu qilgan hayotda yashashni boshlagan qahramonlarimizning hikoyasi tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.